mehr oqibat degan narsa faqat ota-onada. O'rtog'im bo'ladimi, u boshqa odamim bo'ladimi, yaqinim bo'ladimi, hammasi faqat vaqtincha ekan. Shu hozir gapiryapsiz-ku, meni xayolimga bitta savol kelyapti. Mana siz endi mana bizga qaraganda ozgina mana kechroq kelgansiz, 23-yil. Amerikada hozir nima deb o'ylaysiz? Mehr oqibat bizni odamlar, o'zbekistonliklar o'rtasida qanaqa? Aka, men sizga mehr oqibatni aytaman. Mehr oqibat Amerikada emas. Mehr oqibat men o'zimdan kelib chiqib aytsam, mehr oqibat degan narsa faqat ota-onada. Ha, oila baribir oila, tushunaman. Men o'zimni o'rtog'im bo'ladimi, u boshqa odamim bo'ladimi, yaqinim bo'ladimi, hammasi faqat vaqtincha ekan. Men o'zimdan kelib aytaman, birov uchun emas. Misol ko'rib tursam, ota-onangizdan boshqa odamda siz mehr oqibatingizni ko'ra olmaysiz. Ota-ona, aka-uka, jigarlar. Faqat shular. Misol uylangan bo'lsangiz, yaxshi juft topgan bo'lsangiz, juftingiz bilan ota-onangiz, yaqinlaringiz bilan boshqa hech kim bilan mehr oqibat kutib, mehr oqibatini qarab. Misol men musofir yurtga keldim Amerikaga. Bu yoqda umuman boshqacha. Endi Amerikada men shu narsani bildim, bu yoqda основной точка pulda. Sizda ham, menda ham misol основной точка pulda. O'sha biznesmen degan odamingizda ham faqat concentrate pulda nuqtasi. Bu yoqda bitta odamga vaqt ajratishi uchun bitta narsasini to'xtatish kerak. Mana misol siz aeroportdan kelyapsiz, sizni kutib olishim kerak men. Misol men trakda bo'lsam, sizni kutib olishim uchun men 2-3 ta reysimni tashlab chiqishim kerak ekan. Misol oddiy misol aytyapman. Shu hafta dam olishingiz kerak. Shu hafta dam olishim kerak bo'lsa, misol какой-то summadan qolaman-ku, bu summani yopishim uchun men misol oldinda qarab turgan paymentlar o'sha to'lovlar bo'lsa, uni o'ylaysiz, boshqasini o'ylaysiz-ku. Asosiy narsa pulga qarab ketadi-yu, bu yoqda bir-biri bilan salomatligi ham sal uzoqlashib qoladi. Faqat ishga kirib ketgandan keyin. Mana misol men o'zimni aytsam, boshida kelganimdan keyin boshida hamma zo'r. Jon to ishi bitguncha. Yoki sizni ishlatib olguncha. Shunaqa. Men o'zimiznikilarni ko'rib uncha xursand bo'lmadim.